Oyijonim har doim otaning qilgan arzon plisoslar hamma joyim changitibording deb usho'rgandan keyin mana sizga deb bo'lsa zo'rdan bo'lsin deb Robaklin plisoslardan buyurtma qildim. Nasatkalari ko'pligidan kelinim yana sarpa qilib keldimi deb oyijonim o'zidan yo xursand bo'ldi. Zamonga yarasha bu plisosni xohlasangiz pultda boshqarishingiz mumkin, xohlasangiz knopkada. Plisos shunaqangi kuchli tortadiki, gilamingiz xuddi yangiday yumshoq bo'lib qoladi. Hattoki kreslo, divan ugaloklari ham dog'ini ketkizib beradigan darajada plisos qilib beradi. Robaklin plisoslari eng zo'r tarafi o'zida bo'lgan mamlaqa suvli qutichasiga hamma kir changlari yig'ib oladi. Qarang, yarimtagina palasimdan shuncha kir chiqqan. Komplektda aromatizatorlari ham bor. Bitta tomchi tomsangiz butun uyingiz xushbo'y hid bo'ladi. Komplektida bor antibakterialniy sredstvani suviga qo'shsangiz gripp, virus, shamollash umuman uyingizga kirmaydi. Oyijonim bir qo'rqitay deb mana sizga deb qip-qizil kraskamni sochib bordim. Endilikda yozda shotkalab, sovunlab o'tirmasdan Robaklin plisosini mo'shi nasatkasini ulab turib, eng qiyin ketmaydigan dog'larni ham bittada yuvib, ketkizib, gilamingiz esa yangiday oppoq qilib beradi. Aksiya bo'lgan sabab esa mamlaqa ajoyib oshxona uchun nabor mutlaqo bepul sovg'a sifatida olishingiz mumkin. Oyijonim voy qudajonlarim baraka topsin deb turgan joyda Oyijon Robaklin plisoslar yana eng qulay tarafi bo'lib to'lab olishingiz mumkin. Buni erimga, ya'ni o'g'lingiz nomiga oldim deb xursand qildim. Pilisos hojatxonada nima qilyapti deb o'ylayapsizmi? Qizlar, mahrga gelik, uy, iPhone deysizlar. Robaklin pilisos so'raydiganlar ham bormi? Kuyov bolaning imkoniyatiga qarab albatta. Kelinligiga qancha ishlarni oson qilib beradi. Mehmon kutganda yangi mebellaringiz dog' bo'lib qolsa, mebel yuvadigan nasatkasida top-toza qilib olasiz. Matraslar yomon bo'lib ketganda ham bitta pilisos qilib top-toza qilib olasiz. Mana oldingi va keyingi holatini ko'ring. Birpasda top-toza qilib berdi. Bolalaringiz pampersiz qolgan holatda ming narsalar qilib qo'ysa, Robaklinda yuvib dog'larni ham ketkizib olsa bo'lar ekan. Qaranglar, menga top-toza ko'ringan shu matrasdan shuncha kir chiqdi-ya. Gilamlarni shlankali suvda yuvish shtraf bo'lib turgan paytda Robaklin eng zo'r yechim ekan. Eng kerakli funksiyasi dimoxod vazifasini bajarib, ovqat hidlarini ham o'ziga oladi. Burcheli changlarni artadi, oyningizni yuvadi. Bitta o'zbek kelini bajaradigan ham ish qiladi. Yosh bolalar mashina chexoliga sok to'kib, shokolad surtib yuborsa ham osongina yuvib olasiz. Hojatxonaga kirganda ham shirin hid beradigan atirlardan 1-2 tomchi solib yoqib qo'ysangiz, siz hojatxonada emas, yo tog'da, yo bog'da o'tiribman deb o'ylaysiz. Pilisosni foizsiz muddatli to'lovga olishingiz mumkin.